bir kun shunday ko'tarasizlar, o'g'il bolalar, onalaringizni shunday yelkalaringizga ko'tarasizlar. Nimada ko'tarishlaringizni tushunyapsizlar-a o'zi? Shunday ko'tarasizlar, yelkalaringizni ana shunday dong etib miyalang ochilib ketadi. Ana shu ko'targuncha mana bu yelkada onani siz, mana bu yoqda ukangiz ko'targuncha kutmanglar. Hozir ko'taringlar boshlaringni. Ana shu kunga taqab olib bormaydi. Chunki hammamizni ayiradigan kunimiz bor. Yo biz ketamiz, yo ular. Dadangizdan hech bo'lmasa bir 2 marta tayoq yeganda eng baxtli ona ham, men eng baxtli onaman degan ona ham, hech bo'lmasa dadalaringizdan eng kamida 2 marta tayoq yeganda bor oralaringizda bolalar kelib menga aytadi, onamni har kun uradi dadam deb. Har kun tayoq yeydigan onalarimiz bor-da. Dadalaringiz qo'ymadi. Qaynonasi qo'ymagan yashashga. Endi navbat bizaga. Biz ham yeb bitiraylik qani. Bunga eng birinchi vazifa hamma bugun shunday boradi-da, onasini shunday quchoqlaydi. Shunday quchoqlab bir marta kechiring deng. Shunaqa hamma narsa chiqib ketadi, ichingizdan yomon narsalar.